Okay. Sağollaşın, yaxshimisilar? Endi bugun yeni uqum ingilizce ikinci qism, 3-chi ders. Please send me a card degan darsni o'qiymiz. Okay. Anaqda başta sizlardan bir necha savollar so'rab olay. So what do foreigners usually post to their friends? Okay. What do foreigners? Okay, and the foreigners deganimiz nima? Chet elliklar. Usually odatda post to their friends. Odatda chet elliklar do'stlarga nima avatni sog'lashlar, masalan, sayohatga chiqqanda, o'ylaganlar, nima avatasiz uncha? So what do foreigners usually post? Post degan pochta orqali avatish degan gap. Maybe, they got, postcard from Greece. Right? Postcard. Nima deysizlar? Postcard. Postcard. Endi micharga post deganimiz nima deysizlar? Pochta, card deganimiz nima deysizlar? Karta yoki otirka shunami? Demak endi otirka. Otirka yo'llash. Arabda hozir bog'i, masalan, chet ellik do'stlarim bo'lsa, ya do'stlarim bo'lsa, masalan, ma'lum bir yer bo'lsa, shu yaniki naytdi vakil xarakterga surat tushirgan bir otirkani, shu yerni masalan o'zingizga ko'ngilli gaplarni yozib, shu yerni yo'llab turibsizlar shunami? Ma'lum nima deysizlar? Postcard. Okay, postcard. Postcard. Qaranglar, PP went to London, right? Okay, yoki nima deysizlar? Italy. Okay, yoki nima deysizlar? Run. Okay, degandek mushaylik bor. Shunami? Yoki France, like Paris, shunami? Shu yerga borsa, shu yerniki, masalan, ekranda ko'rsatilgandek, masalan, London Bridge. Okay, London Bridge nada? Angliyada, shunami? Okay, he went to London and bought postcard to send their friends. Do'stlar qanday qildi? Demak, hamyerga London nima? London Bridge. Okay, the Rhine, Germany, and the Rhine daryasi. Nima? Okay, and Italy-da-chu. Italiyaniki xil manzara tushirilgan kartlar. Shunami? If we go to Paris, agar Paris bo'lsa, Eiffel Tower. Okay, Eiffel Tower. Shunami? Okay, Eiffel Tower. What about Spanish? Spain. Agar Ispaniyaga bir qascha, albatta, Spanish football team. Okay, shu yerga qanday desanlar, kartalar bo'ldi. Okay, demakchi, mushlarniki qanday desa, postcard. Nima postcard? Okay, postcard bo'lgandan keyin qanday qilmaysiz desanlar, shuni qanday qilib send qilgan gap. Okay, a lot of people buy postcards, especially during their holiday. Nima deysizlar, davomli kunlarda ko'pincha odamlar qanday qilursa, nurg'un postcardni setib oladi, shunami? Lekin bu bayram kun degan aytdi. Holiday passed quickly. Biroq vaqt qanday qilmaydi? Uni send qilmaydi-da. Okay, nima deysizlar? Bular bir sayohatga chiqqanda vaqtni intayin tuzuydi. Endi uni qanday deysizlar, boshqalarga avatish qanday deysizlar, aytdi. Bir dars. Okay, send deganimiz nima deysizlar? Avatmak. Okay, avatmak. Send. Okay, send. Okay, send o'tgan zaman shakli send. O'tgan bitgan shakli nima deysizlar? Send. Okay, masalan, send a message, avatmak. Shunami? Alright, endi bugungi darsimizga bir yangi so'zlarni o'rganib chiqaylik, sog'lashlar. Okay, postcards always spoil my holiday. Okay, postcards always spoil my holiday. And the America, otkritlar mening doim damalish kunimni qanday qiladi? Spoil qiladi deydi. Okay, spoil means make worse. Okay, make worse. Worse deganimiz ham nacharlashtirib turadi, tushunami? Okay, endi nima deysizlar? Spoil degan buzmoq. Masalan, spoilni yozilishi nimaga o'xshaydi ekan? Makina oil, tushunami? Oil deganimiz nima? May degan gap, tushunami? Masalan, sizlar tomoq etganda polaniki meyi super deb turlar. Bak eshib kelsa, jiqib kelsa qanday qildi? Bu polaniki ta'mi buzilib ketdi, tushunami? Shu buzilish bo'lsa nima? Spoil bo'ldi, spoil. Okay, endi buni o'tkazib qo'ysak, spoiled, spoiled. Okay, make worse. Buzmoq, tushunami? Buzmoq bo'lsa nima deysizlar? Spoil. Okay, next one is museum. Okay, museum. Okay, bu rasmni ko'rasiz, har xil nimalar borki, muzey. Muzey. Masalan, har xil muzeylar bor, fan texnika muzeyi, tarixiy muzey. Masalan, ilgirki
nimalarni ifodalar harfi muzeylar. Shuni nima deymiz? Museum. Okay? Museum. Okay, museum. All right, look. A pet is like a child. Never spoil it. Okay, mana qarasanglar, nima deydi? Pet. Pet deganimiz nima? Ermek hayvon. Ermek hayvonlar nimaga o'xshaydi? Bolaga o'xshaydi. Hargiz qanaqa qilmang, spoil it. Buzmang alanda. Endi yerga spoil deganimiz ham nima deydi? Allow child everything. Okay, bolalar ham shuni qanday qilib nima deydi? Xalqini qo'yib o'tish. Arada biz nima qo'yib, erkak qo'yish deymiz, shunami? Demak hamda shu erkak ayollar nimaga? Shu bola o'xshaydi, ularni hargiz erkak deb qo'yman. O'sha erkak deb qo'yish bolalarni buzish nima deyapsanlar? Spoil deydi-da, spoil. Okay, spoil. Keyingi so'z nima deyapsanlar? Spoil nima bo'ldi? Buzmoq, and keyingi so'z qarasanglar, garden. Okay, garden. Xo'sh, savol garden degan ma'no so'zni biz oldin qatamliq darsimizda o'rgangan. Gul deb tushunami? And the public garden. And the public garden deganimiz nima deyapsanlar? Ommaviy gullik bo'lamdi. Demak, sizlarning mahallalardagi, masalan, kishilar masalan bir to'plashib harakat qilgan, masalan, kichik bola o'ynaydigan gullikli bo'ldimi? Shuni nima deymiz? A public garden. Ya'ni available for people in general to use. Okay, masalan, kishilarniki o'rtaq ishlatilishiga bayan deymiz, public garden. Bizlar public garden. Gardening qanday kichik narsa uyimizning gulligi, uni o'zimizning o'g'illarda bog' deymiz, shunami? Shuni garden deydi. Public garden. Okay, public garden. Public garden. All right, next one is look this picture. Welcome to Italy. Welcome to Italy. İtalya kelganingizda qarshi olamiz. Nima? He's very friendly to us. Okay. And bu odam waiter shunami? Bu demak, a friendly waiter. A friendly bir do'stona, ma friend degan do'st, friendly degan do'stona. Do'stona nima? Waiter. Okay, a waiter deganimiz nima? Sanlar kutuvchi. Bir do'stona kutuvchini nima deymiz? A friendly waiter. Okay, welcome to Italy. İtalya kelganingizda qarshi olamiz. Welcome to Kashgar. Welcome to G'oya. Okay, he is very friendly to us. U bizga intayin qanday do'stona muomala qildi. U bizga bek do'stona bo'ldi. Shunami? Shuni friendly. Okay, friendly. Okay, masalan, u bek bu do'stonadan bo'lsa, he is a very friendly person. Friendly. Good. Next one is the waiter lent me an Italian language book. Good. And the American lent me. Good. Bu nima deysan? Lend. Okay, lend. Lend means give someone something and it will give it back. Okay, and the lend degan birisiga oriyatga berib turmoq degan gap. Okay, another big chiqilmayadi. Okay, now borrow lend dan farqi nima? Okay, the borrow deganimiz borrow A from B. And the ma'lum A narsani B dan oriyatga olmoq. And lend degan lend A to B. A ni B ga oriyatga bermak. Degan masalan, I borrowed this book from the library. Okay, men bu kitobni kutubxonadan oriyatga oldim. And the borrow bo'lsa boshqalarni oriyat berish. Agar lend bo'lsa I lent you this. Okay, I lent this book to you. Okay, men bu kitobni sizga oriyatga berib turay. Demakchi lend degan sizning boshqalarga berishingiz. Shunami oriyatga berish. Okay, endi men agar lendningki o'tgan zaman shakli lent, o'tgan bitgan shakli nima deysanmi? O'xshashlam lent. Lent. Okay, lent. Okay, good. Lent. Okay. King's nima? Okay, King's nima? Decide. Okay. Decide. Okay, endi mana so'zning ichidagi sog'lashma CID. Bu nima? Side. Unda kesmek degan gap, ha? Okay, kesmek. Endi nima? Decide degan shu kesib bilan qanday qilish, bir qaror chiqarish. bo'lsa nima desam decide bo'ladi. Buni ism shakli decision. Odatda mush keyni qo'shilg'ichi I O
N bo'lsa nima dersanglar? Ism yozilish qo'shimcha. Shunami? Decision deganimiz nima dersanglar? Qaror. Decide degan qaror chiqarmoq. Decide degan qaror chiqarmoq. Qaranglar ma'nosida bu alien, the alien made a big decision. Nima dersanglar? U tashqi bilan odami entayn cho'ng bir qarorni chiqardi. He decided to go to Earth. Okay, nima? U nima qaror chiqaribdi? U yer shariga berishni qaror qildi. Decide. Okay, side degan nima kesmak? Kattani kesib qaror chiqarish bo'lsa, decide bo'ladi. Okay. And decisive deb yana bir so'z bor. Pichiq kesadigan. Vahshiy qaror chiqargan bo'lsa, decisive. Okay, endi buniki IV bor. Xo'sh. Ans qaranglar, bu yerda bir half. Okay, half. Okay, half yerim degan gapmi? Yerim olmoqchi, shunami? Okay. And half apple. Okay. Buni half desak bo'lmaydi. Half emas. Half. Plus qo'shdik half. Yerimni qo'shdik. Yana bir half. Bu nima bo'ldi? Bu whole. Okay. Whole apple. Shunami? Yerimni qo'shsak nima bo'ldi? Whole apple bo'ldi. Whole apple. Okay, whole. Okay, and the whole degan all of them demakchi hammasi. Okay, butun bo'lsa nima dersanglar? Whole deymiz, whole. Masalan, I spent the day in my room. Demak hamda soatni to'liq. I spent the whole day in my room. Endi men uyda butun kun vaqtimni o'tkazdim. Shunami? Okay, men butun kun vaqtimni uyda o'tkazdim. Whole. Okay, whole butun, shunami? What about this? I didn't write a single postcard. Okay. And we are single. Okay. Single. Again, we are single deganimiz nima dersanglar? Bir nima? Single. Yet I didn't write a single postcard. Single degan bir degan gap. Yolg'iz, tanha degan gap. Hey, are you single? Ha, bo'ldimi? Okay. Are you single? Okay, are you single? Bu nima degan gap? Siz bo'ytaqmi? Siz tanhami? Degan gap bo'ldi. Are you single? Good. Single deganimiz yolg'iz, and the single degan one. Bir degan gap bu. Demakchi men bir talmo nima yozmadim? Xet yozmadim. Okay, bunda bir gap chiqilmayadi. Okay, nima borrow bilan lendning farqi nima? Okay, endi borrow deganimiz borrow A from B. Endi ma'lum A narsani B dan oriyatga olmoq. And lend again, lend A to B. A ni B ga oriyatga bermak. Deganga masalan, I borrowed this book from the library. Okay, men bu kitobni kutubxonadan oriyatga oldim. And the borrow bo'lsa boshqalarni oriyatga berish. Agar lend bo'lsa, I lent you this. Okay, I lent this book to you. Okay, men bu kitobni sizga oriyatga berib turay. Demakchi lend degan sizning boshqalarga berishingiz. Shunami? Oriyatga berish. Okay, endi men yerga lendningki o'tgan zaman shakli lent. O'tgan bitgan shakli nima desam, o'xshashlam lent. Lent. Okay, lent. Okay, good. Lent. Okay. Kings nima desam? Okay, Kings nima desam? Decide. Okay. Decide. Okay, endi mana so'zning ichidagi sog'lashma CID. Bu nima desam? Side. Unda kesmek degan gap, Okay, kesmek. Endi ma decide degan shu kesib bilan qanday qilish bir qaror chiqarish. Bo'lsa nima desam? Decide bo'ladi. Buning ism shakli decision. Odatda mush keyni qo'shilg'ichi I O N bo'lsa nima desam? Ism yozilish qo'shimcha. Shunami? Decision deganimiz nima desam? Qaror. Decide degan qaror chiqarmoq. Decide degan qaror chiqarmoq. Qaranglar ma'nosida bu alien, the alien made a big decision. Nima desam? U tashqi bilan odami entayn cho'ng bir qarorni chiqardi. He decided to go to Earth. Okay, nima? U nima qaror chiqaribdi? U yer shariga berishni qaror qildi. Decide. Okay, side degan nima kesmak? Kattani kesib qaror chiqarish bo'lsa, decide bo'ladi. Okay. And decisive deb yana bir so'z bor. Pichiq kesadigan.
vahshiy qaror chiqadigan bo'lsa, decisive. Okay, endi buniki IV ba. Xo'sh. Endi qaranglar, bu yerda bir half. Okay, half. Okay, half yerim degan gapmi? Yerim olmoq shunami? Okay. And half apple. Okay. Buni half desak bo'lmaydi. Half emas. Half plus qo'shdik half. Yerimga yerimni qo'shdik. Ya'ni bir half. Bu nima bo'ldi? Bu whole. Okay. Whole apple. Shunami? Yerimga yerimni qo'shsak nima bo'ldi? Whole apple bo'ldi. Whole apple. Okay, whole. Okay, and the whole deganimiz all of something demak hammasi. Okay, butun. Butun bo'lsa nima deysanlar? Whole deymiz, whole. Masalan, I spend the day in my room. Demak hamda soatni to'liq. I spent the whole day in my room. Endi men uyda butun kun vaqtimni o'tkazdim, shunami? Okay, men butun kun vaqtimni uyda o'tkazdim. Whole. Okay, whole butun, shunami? What about this? I didn't write a single postcard. Okay. And we are single. Okay. Single. Okay. And we are single deganimiz nima desanlar? Bir, shunami? Single. Yet I didn't write a single postcard. Single degan bir degan gap, yolg'iz, tanha degan gap. Hey, are you single? Ha, bo'ldimi? Okay. Are you single? Okay, are you single? Bu nima degan gap? Siz bo'ytaqmi? Siz tanhami? Degan gap bo'ldi. Are you single? Good. Single deganimiz yolg'iz, and the single degan one. Bir degan gap bu. Demakchi men bir talmo nima yozmadim? Xat yozmadim. Okay. Savollarga qaranglar, nima yara word puzzle bor, ha? Sizlar o'sha ekrandagi nimalarga qarab, moyoqdan va yoki bunda yon tutashtiramizlar. Tutashtirib so'zlarni tepanglar qani. Kim tepaqadi? Men 1 minut vaqt beray, 1 minut. Okay, soatim qarab baqay, 1 minut vaqtda 'Bo'ladi sog'lashlar, vaqtingiz qolibdi. Yana 15 sekund vaqtingiz qoldi. Bo'ladi. Five, four, three, two, one. Qanchani topdinglar? How many? Okay, answer birlikda deb chiqaylar. Qaranglar. Okay, answer birlikda deb chiqaylar, qaranglar. Okay, endi birinchisi nima ekan desanglar? Friendly. Good. Friendly do'stlar. Ikkinchisi okay. Okay. Spoil. Good. Spoil. Ona degancha lunch. Good. Yancha single. Good. Single. Ishdami? Keyinchi decision. Nimachu? Decision. Whole. Good. Whole. Yancha okay. Bu nima? Noon. Yaxshi. Yancha land. Good. Yancha sand. Avatmak shunami? Okay. Va tegishli museum. Good. Alright guys, let's come to text. Ansarlar. Shu tekstni bir ko'rib chiqaylik. Avval sizlarga shunday anglash hujjatini qo'yib turamiz. Sizlar bir anglab olgandan keyin endi mana ekranda bir necha savollar bor. Shu savollarga endi bir javob berib beringlar. Okay. Answer ko'ngil qo'yib olinglar. Lesson 3. Please send me a card. First listen
and then answer the question. How many cards did the writer send? Postcards always spoil my holidays. Last summer, I went to Italy. I visited museums and sat in public gardens. A friendly waiter taught me a few words of Italian. Then he lent me a book. I read a few lines, but I did not understand a word. Every day I thought about postcards. My holidays passed quickly, but I did not send cards to my friends. On the last day, I made a big decision. I got up early and bought 37 cards. I spent the whole day in my room, but I did not write a single card. Okay, and there is a couple of questions. Student A asked the question and student B answered. Like student A, me, okay, and I'm a student A will pray, but Slack on that is all, much not job. Okay, but it's a question. Okay, what does it always spoil his holiday? Okay, what does always spoil his holiday? Sizlarning savolinglar buniki o'sha bayram kunlarida nima bayram qilgan, nima buzdi ekan, o'sha spoil qilib o'tir ekan. Nima edi sizlarcha? What is it? Can you answer? Maybe it's a postcard, right? Good. Nima shu damage bayram qilgan narsa postcard. What about where did he spend his holiday last summer? Where did he spend? O'tgan yazdagi bayramni, yozda bayramni o'tkazdi. Where did he spend? Okay, in Italy. Yaxshi. O'tgan bayramni Italiyada o'tkazdi. Shunami? So what did he visit or where did he sit? U qayalarni sayohat qildi, ziyorat qildi, qayalarda o'tadi sadoshlar. So did he sit in the garden? Okay, did he visit the museums? No. Okay, I know about museums and sat in public gardens. O neler o'tadi sanlar? Har xil ammo'y gulliklarda, bog'itlar, ona nazarda nima? Muzeylar, shunami? Okay. So who taught him a few words of Italian? Okay. Who did he teach a few words of Italian? Who is it? Of course, a friendly, a waiter. Waitress. And a waiter deganimiz nima? Erkutkichi degan gap. And me a waitress deganimiz nima desanlar? Ayol kutkichi. Okay, ayol kutkichini a waitress deymiz, a waiter degan nima? Erkutkichi. Okay, good. So next one is what did she lend the author? Okay, авторга ним берип турат сахалашлар. Okay, a book, right? Yeah, a book. So did he read the few lines? And so bir necha qil o'qidimi yo tashlab o'tdimi? Did he read? Yeah. The writer said, I read, but I couldn't understand. Lekin qanaqa qilmadi aytsalar, o'qigan bilan qanaqa qilmadi tushunmadi ichidagi gaplarni. So what did he think about every day? He thought about postcards. Now, har kuni qanaqa aytsalar, shu postcard to'g'risida ham qanaqa qildi. Aytsalar o'yladi. Shu xiyolim shu, uxlasimi shu, qopsimi shu, nima aytsalar, jo'qamamni beradi, do'stlarimga yozmayman shu. Shunday endi hammadan bularmi shu bayramda men shuni o'tkazganda aytdi bir xil armasam deymiz shunaqa bekaliqa ma'lum bir mas'uliyat ishlarni demakchi emasman qilish tegishli ishlarni qilish qanday sanlar qo'yish yoqmaydi. Hattoki endi ba'zida erib ketganlikdan hamda sayohat qilib u yerlik bo'lgan degan deganda qo'pmoqimi ta'sirnami demak endi mishara nima desanlar postcard doim o'ylashunami yozmaysiz desa do'stlarning ko'ngli yapshunami okay deganda ekamda mo'shunadek nim qilaylik. So finally, did he send any cards to their friends? To his friends? Okay. U do'stlarga sog'lashlar
Postcard evet mi? Evet mi evet mi? Cevap ver bakalım. Yes or no? Yes or no? Yeah. You know, his holiday passed quickly, but he didn't send any single card. O birer talmo qanday qilmadi? Bir atirtkina taqa do'stlarga yo'llab boqmadi. So what did he do last day? He bought 37 postcards, and he made a big decision. Mushu atirtki yasash to'g'risidan cho'ng bir qaror keldi. Shunga qaror qildi. How many cards did he buy? 37, So where did he stay all day? Did he stay all day? Stay in bed? Or stay in the room? Okay, he spent whole morning in his room. So he didn't write a single card. Okay. Anda sağlaşla qaranla, mushu cümlelerden ki ötken zaman şeklinde bir yazı beyanlar. Mesela last summer I went to Italy. Şimdi last summer I went to Italy. Okay, I visit. Okay, visit degenimiz ziyaret qilmoq shunami. Buniki ötken zaman visited qaydilik bil. I visited museums and sat in public gardens. Ommaviy bog'chalarda o'tdim. A friendly waiter taught me few words of Italian. Bir do'stona kutkichi menga bir necha italiyacha gap qildi, o'rgatdi. Then he lent me, okay, lent degan o'tgan zaman shakli lent me a book. I read, okay, my read deganimiz hamda read deymiz, yezilishi o'xshash bo'lgan bilan o'qilishi o'xshamaydi. O'tgan zaman shakli read. I read few lines, men bir necha qora o'qidim, but I did not understand a word. Every day I thought about postcards. Men har kuni xiyolimda mushu atirka. Demakchi har kun shuni qanday qildim? O'yladim. I thought about postcards. You know, my holiday passed quickly. Mening adam ilişkilerim intayin tez o'tib ketdi, but I did not send any card to my friend. On the last day, eng oxirgi kuni, I made a big decision. Okay, made deganimiz ham nima aytsanlar, shu make-niki o'tgan zaman shakli. Okay. I got up early. Okay, and the I got up early and bought 37 cards. And 37 tal atirtki setib oldim. Yet I spent a whole day in my room, but I did not write a single card. Okay, and men bütün qanday sanlar vaqt uyim whole deganimiz bütün kunimda uyda o'tdim. Shu demakchi shu yataqqa uyda o'tirib lekin nima? Birat olmoq qanday qilmabdi? Qilmabdi. Demak buy nima bought and spent and just spent. Okay. Amsa qaranglar, mushu depaqlar mushuna ichida qaysilari kam qoldi. Kam qolgan jumlalarni qo'yinglar. Masalan, postcards always spoil my holidays. Last summer I went to Italy. Okay, I visited museums and sat in public gardens. Okay. A friendly waiter taught me a few words of Italian. Okay. Then he lent me a book. I read a few lines, but I did not understand a word. Okay. Every day I thought about postcards. My holiday passed quickly, but I did not send to my friends. I did not send to my friends. Okay. On the last day, I made a big decision. Qanday decision sağlaşla? Made a big decision. O nima aytsanlar? I got up early and bought 37 postcards. I spent a whole morning in my room, but I did not write a single card. Xo'sh, hamsa, mush darsimizniki language focus. Mush intayin muhim bo'lgan til nuqtasi til javhariga bir diqqat qilib qo'yinglar. Okay.
Endi bunun da sağlaşlar mesela few bilen a few, a little bilen a little. Moşlanık farkı sağlaşlar. Okay, endi miyarka few deganimiz nima desanlar? Odatda intayin az degan gap. Bu ko'pincha nima desanlar? Sanoqni bo'lgan ismlar keldi. Ko'shu mingtlarga nima desanlar? Few keladi. Ana bu fewning ma'nosi asosan qanday desanlar? Yo'q deyarlik. Bu nima desanlar? Falling inkarni bildirdi. Endi a few bo'lsa nima desanlar? Azroq. Demak, azroq bo'lsa-mi bor? Bir nechta tal degan gap. Bir nechta tal degan gap. Okay, bir nechta tal. A few. Okay, few deganimiz ham nima desanlar? Qanday keladi. Masalan, okay. Bir necha minut tushunami? Okay, endi sizniki bir necha minut vaqtingiz bormi desa, nima desanlar? Yes, I have few minutes. Okay, and I have few minutes deganimiz ham nima desanlar? Men asosan vaqtim yo'q degan gap. Tushunami? Okay, and I have a few minutes bo'lsa, mishar article ni qatqanlar nima desanlar, bu qanday bo'ldi? Demakchi mening bir qancha minut vaqtim bor degan gap. Okay. A few minutes degan azroq vaqt, demakchi asosan yo'q deyarlik. Demakchi vaqt yo'q degan gap ham hisobda. Okay, endi little bilan a little o'xshash. Qanday o'xshash? Endi men yerga little qaranglar. Masalan, there is a little milk. Endi ha butulkada men azroq nima bor ekan, sut bor ekan. A little milk demakchi yo'qdan yaxshi. Tushunami? Tegrikçi sut tugilab ketibdi, istagani qanchalik yuqib qolibdi, shunami? Asosan yo'q deyarlik. Uni nima deymiz sanlar? Little milk, okay? A little bilan a little qanday desanlar o'xshamaydi. A little milk bilan little milk. Buning farqi birisi azroq sut, ya'ni birisi nima desanlar? Asosan yo'q deyarlik. Demak, ama few degan sanog'ini bo'lgan ismlarga little deganimiz nima? Sanog'ini bo'lmaydigan ismlarga. Endi bu ismlarni sanog'ini bo'lmaslikqa yana masalan money. Masalan I have a little money. Demakchi menda azroq pul bor. Bu pulni qanday qilgan bo'lmaydi desam, sanog'ini bo'lmaydi. Bu nima ish sanog'ini bo'lmaydi? Chunki endi pul deganimiz endi nima desanlar, mush ko'pincha pullarniki asosan ilgari ixtiroiy jamiyatda masalan mening pulim yo'q, shunami? Vaqtda pul yo'q. Vaqtda nima desanlar, masalan birisi o'g'illar birisi dehqonchilik qilib, bunaqa qilib pul topgancha. Shunga masalan meniki bir qol qo'yan bo'lgan bo'lsa, sizdan bir qol qalangiz. Vaqtda nima desanlar, qo'yib bilan qalan olmashdi bo'lgan. Endi shu vaqtda tuz masalan ichimlik tuz qanday desanlar, ana aytdi kamchil bo'lib ketgan. Shuna bilan hamda tuz shu vaqtda almashtirish vositasi qo'ygan. Demakki, men qo'yan bo'lgan bo'lsa, menda tuz chiqarib olgan bo'lsa, chunki tuz bo'lmasadan jonsilinib ketmasmi? Tuz orqali almashtirgan. Bir qo'yga bir xalt tuz unda bunda bo'lar. Shu vaqtda hamda tuz nima desanlar, pulning rolini o'ynagan, keyin endi taraqqiy qilgandan har xil metal pul, qog'oz pul shular chiqqan bilanmi, lekin hamda shu ayni vaqtda ham shuna bo'g'achqa Okay, ayni vaqtda shuna bo'g'achqa buni sanog'ini bo'lmaydigan degan kategoriyaga kirgizib o'tgan. Sanog'ini bo'lmaydigan kategoriya. Shunga money deganni sanog'ini olmaydi. Demak, I have a little money yoki I have money. Okay, endi men yerga few deganchi. Okay, few deganimizchi. Few deganni qanday qilamiz sanlar? Sanaymiz. Okay, masalan few books yoki few books deganda ekan.